Qurilish qilish niyatida yurganlar uchun mana Armada qiz zavodimizda yarim kechasiga qaramasdan 24 soat mobaynida ish jarayonimiz davom etyapti. Ko'rishingiz mumkin, ishlarimiz cheklanmagan miqdorda mana pachka qilish holatlari, umuman ularning ichiga pachkaning ichiga siniq holatdagi ishlar solinmaydi. Chiroyli holatda pachka qilib beriladi. Ko'ryapsizlar, sifatini o'zlab baho berishingiz mumkin. Navbar holatda olmoqchi bo'lganlar uchun shunaqa qilib ta'mirlab chiroyli qilib beriladi. Pachkalangan ishlarimiz holati, ular hali upakovka qilinib lentалangani yo'q. Bizda mana zaxira qilish ishlari ham olib borilyapti. Bunaqa karalarda yuklayveramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, pachkalangan holatda. Shunaqa holatda pachka qilib beriladi. Ishlarimizdan kamomad boshqa degan narsa umuman muammo yo'q. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab, vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Ko'ryapsizlar, mana pechkamizdan qanday holatda chiqyapti. Mana ichkaridagi 1000 graduslik temperaturada ishlarimiz pishib chiqadi. 24 soat ish